O'zbekistonda adolat yo'q, yashash qiyin bo'lib boryapti, yoshlarning tarbiyasi buzilib ketyapti. Saturn, Tyson, Chingiz va yana allaqanday vaynerlar. Siz ularni juda yaxshi taniysiz. Lekin millat ziyolisi bo'lgan Yo'ldosh Eshbek degan shoir haqida eshitganmisiz? Uning bugunga qadar 30 dan ziyod kitoblari va 100 dan ortiq tarjimalari chiqqan. Bir so'z bilan aytganda, haqiqiy millatning zabardast oydini. Ayni paytda ushbu ijodkor qaysidir umumiy yotoqxonaning oshxonasida yashab kun kechiryapti. Ko'zlari ham asta-sekinlik bilan ko'rishdan to'xtayapti. Zudlik bilan davolanishga muhtoj. Shu kunlarda esa qaysidir bir vayner qizning davolanishi uchun odamlar qalqib tushdi. Lekin mana bunday millat ziyolisi bo'lgan insonlar uchun hech kim e'tibor ham qaratayotgani yo'q. Bugun bema'nilik va bachkanalik ortidan tanilganlar, fahshni targ'ib qilayotganlar shohona hayot kechirmoqda. Lekin mana bunday millatni ziyoga yetaklagan insonlar xoru zor bo'lmoqda. Bizlarga ikki dunyomizga ham foydasi tegmaydigan vaynerlar, bachkana qiziqchilar va tanasini ko'z-ko'z qiladigan fohishalar muhimroq. Bizlarga manfaat yetkazadigan insonlarni esa qo'llab-quvvatlamaymiz. Aksincha, ularni battar sindirishga harakat qilamiz. Keyin esa internetga chiqib olib, O'zbekistonda adolat yo'q, yashash qiyin bo'lib boryapti, yoshlarning tarbiyasi buzilib ketyapti deb dodvoy solamiz. Ziyolilarini xor qilib, qayerdagi nokeraklarni boshda tutgan bizdek olamonni yer ko'tarib yurgani ham katta gap. Tegib ketdimi?